Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmmіңlər xoş gəlibsizlər. Mən İftixar Abdurşid. Bugün seyşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Yevropa Kengashi Parlamentlar Birleşmesining 20ga deyilgan. Bu Yevropa Kengashi Parlamentlar Birleşmesi a'zolarining tunji qatim Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish va xalqaroliq sud qurish haqida o'rtaq xitobnoma e'lon qilishidir. Dünya Uyg'ur Qurultayı 12-iyun kuni bayonot e'lon qilib, uzun yillik hayotini Uyg'ur xalqining erkinligi va hurligini qo'lga keltirish kurishiga atagan va bu sharafli yo'lda tinimsiz kurash qilgan Sharq Turkiston xalqining sodiq do'sti, Vakolatsiz Millatlar Tashkilotining sobiq bosh kotibi, Italiya Radikal partiyasining qo'lliq a'zosi Marino Bustachin apandimning vafotidan cheksiz qayg'u tuyganligini ifoda qilish bilan birga, uning oila tavobatlaridan Sharq Turkiston xalqi nomidan samimiy hol so'raydiganligini bildirdi. Marino Bustachin apandim 2003-yildan 2018-yilgacha qisqartirilgan nomi UNPO deb atalgan Vakolatsiz Millatlar Tashkilotining bosh kotibi bo'lgan va bu jarayonda u Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasini Vakolatsiz Millatlar Tashkilotining eng asosiy kun tartiblarining biriga aylantirgan. Shundaqla BDTda, Yevropa parlamentida va turli xalqaroliq munbarlarda qilgan har bir so'zida Uyg'urlar masalasini eg'izdan tushirmagan va xalqarada Uyg'urlarning haq-huquqlarini qo'g'dash harakatining eng asosli boshlamchilarining biri bo'lgan edi. Marino Bustachin apandim 2017-yili 11-oyning 10-kunidan 12-kunigacha Germaniyaning München shahrida chaqirilgan 6-navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayiga sharaf mehmoni sifatida bevosita kelib qatnashgan va yig'inda qilgan so'zida Dünya Uyg'ur Qurultayining Dolqin Aysoga o'xshaydigan nihoyat jo'shqin jangvar xodimlar bilan bu yig'inda birga bo'la olganligimdan nihoyat mamnunman. Uyg'urlar o'zlarining erkinligi, barobarligi, haq-huquq yo'lidagi kurishidan hech qachon voz kechmadi va izchil davomlashtirib kelmoqda deb ko'rsatgan edi. Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Ayso apandim ilgari Vakolatsiz Millatlar Tashkilotining muavin raisi bo'lib vazifa o'taganda Marino Bustachin apandim bilan nihoyat yaqin do'stlik va hamkorlik munosabat o'rnatgan edi. Dolqin Ayso apandim navbatdami Vakolatsiz Millatlar Tashkiloti ijroiya komitetining a'zosi bo'lib xizmat qilmoqda. Dolqin Ayso apandim qurultayning bayonotida mundaq deb ko'rsatdi. Marino Bustachin apandim Uyg'ur xalqining haq-huquqlarini qo'g'dash yo'lida herib charchiqning qarmay tinimsiz kurash qilgan sodiq bir ittifoqdoshimiz edi. Uyg'ur xalqining insoniy qadr-qimmatlarini, demokratiya va kishilik huquq prinsiplarini, dunyo tinchligini, izlayotgan millatlarning haq-huquqlarini qo'g'dash yo'lida bir umr ko'rsatgan fidokorligini har zamon minnat tuyg'usi ichida yod etadi. BDTning Madaniyat va ilm-fan tashkiloti, ya'ni UNESCO 12-iyun Amerikaning mazkur tashkilotga qayta a'zo bo'lishni qaror qilganligini va $600 million dan ortiq a'zolik badali to'laydiganligini e'lon qilgan. Birlashma agentligining xabar qilishicha, Amerika amaldorlari Amerikaning bu tashkilotga qaytib kelishiga Amerika bu tashkilotdan ayrilgandan keyin paydo bo'lgan bo'shliqni Xitoyning to'ldirishga boshlaganligiga bo'lgan andishasi turtki bo'lganligini aytgan. Amerika UNESCOga qayta a'zo bo'lishni chet el tadqiqot o'rinlari va Amerikadagi Uyg'ur tashkilotlari UNESCOdan Xitoyning Uyg'ur madaniyatini cheklash, Uyg'urlarni xitoylashtirish harakatini madaniyat qirg'inchiligi deb e'tirof qilishni, Uyg'urlar uchrayotgan madaniyat qirg'inchiligini UNESCOning bu yil kuzda ichiladigan yillik yig'inda muzokara qo'yishni talab qilayotgan bir vaqt qaror qilgan. Washingtondagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bu yil 2-oyda e'lon qilgan bir dokladida UNESCOni Xitoyning Uyg'urlarni bostirishini, Uyg'ur madaniyat meroslariga buzg'unchilik qilishini aqlash bilan ayblagan edi. Birlashma agentligining bildirishicha, Amerikaning UNESCOga qaytib kelish qarori 12-iyun e'lon qilinganda UNESCOning Parijdagi bosh shtabida zo'r olqishga erishgan. Amerika UNESCOga eng ko'p badal puli to'laydigan davlat bo'lib, Amerika bilan Isroiliya 2011-yili Falastin UNESCOga a'zolik qabul qilish ovoz qo'yilganda badal pul to'lashni to'xtatgan. 2017-yili sobiq Trump hukumati UNESCOdan chekinib chiqishni qaror qilgan. Birlashma agentligining bildirishicha, Amerikaning yordamchi tashqi ishlar ministri John Bass bu yil 3-oyda Amerikaning UNESCOda bo'lmasligiga Xitoyni kuchaytirib, Amerikaning erkin dunyo tasavvurini ilgari surishda unumli bo'lish iqtidorini ojizlatganligini aytgan edi. Amerikaning Biden hukumati 12-iyundan boshlab Xitoyning Uyg'ur majburiy emgak chetishliq shirkatining mahsulotlarining Amerikaga kirishini cheklagan. Amerikaning bu ikki Xitoy shirkatiga Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning bu hafta Xitoyni ziyorat qilganligi qayd qilinayotgan bir vaqt embargo qo'yishi diqqat qo'zg'adi. Amerika Ana vatan bexatarligi ministrligining 9-iyun e'lon qilishicha, Amerikaning organlararo majburiy emgakni cheklash qonunini ijro qilish xizmat guruhi Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniga asosan Xitoyning Xinjiang Zhongtai ximiya shirkati bilan Xitoyning lazer
motorlik bosim mashinasi ishlab chiqaradigan Naseda hassadorlik cheklik şirketi va uning Guangdong Zhuhaydagi 8 tarmoq shirkatining mahsulotlarini cheklagan. Amerika ana vatan bexatarlik ministrligining bayonotida ko'rsatilishicha, bu qaror yuqorqi shirkatlarning Xitoy Xalq Jumhuriyatidagi Uyg'urlarni o'z ichiga olgan zulm ostidagi millatlarga qarta savdo faoliyati bilan shug'ullanganlikning natijasi ekan. Bunun bilan Amerika Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonuniga asosan cheklash tizimiga kirgizilgan Xitoy shirkatlarining soni 22 ga yetib borgan. Bayonotda Amerika ana vatan bexatarlik ministrligining ministri Aleksandro Mayorkas ministrligimiz kishilik huquqni dafsan qilishga yo'l qo'ymaydi va chegara eg'izlarimizda Xitoy Xalq Jumhuriyatining Uyg'ur va boshqa ko'p sonli musulmonlarni shiddatli bostirayotgan va ekspluatatsiya qilayotgan Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining material va emgak kuchini ishlatgan barliq mahsulotlarni davomli cheklaydi degan. Lekin Amerika Kengash Palata a'zosi Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonunining so'ng'uvchisi Marko Rubio bayonot e'lon qilib, ikki Xitoy shirkatining cheklash tizimiga kirgizilganligini qarshi olganligi, lekin buning faqat chelakdagi bir tomchi bo'lib, texim ilgirlab harakat qilish kerakligini aytgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.